Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda bog'cha pullari kamaytirib berilishi haqida bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Agar videomiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Ayrim hududlar aholisiga bog'cha puli kamaytirib beriladi. Qarorga ko'ra, 2026-yil 1-apreldan ma'muriy boshqaruv jihatdan Nukus shahri tarkibiga kiruvchi Qaratau va Bestobe mahalla fuqarolar yig'inlari aholisiga davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola ta'minoti uchun ota-onalar to'loviga 50% kamaytiruvchi koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Shuningdek, maydoni 5000 kvadrat metrdan yuqori bo'lgan savdo komplekslari va mehmonxona joylashtirish vositalari xizmatlari bo'yicha mazkur hududda faoliyatini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga 2027-yil 1-yanvardan 2040-yil 1-yanvarga qadar yer solig'i va mol-mulk solig'i stavkalari 90% ga kamaytirilgan holda qo'llaniladi. 2028-yil 1-yanvarga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan tijorat banklarining balansida bo'lgan mol-mulk obyektlari bozor narxida qayta baholanib, 10 yil davomida foizsiz bo'lib to'lash sharti bilan to'g'ridan-to'g'ri realizatsiya qilinadi. Realizatsiya qilingan mol-mulk obyektlari bo'yicha tuzilgan oldi-sotdi shartnomalarga muvofiq to'lovlar 6 oy ichida to'liq to'langanda shartnoma qiymatining 25% ga teng miqdorda chegirmalar beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.